Sizda shunday holat bo'lganmi? Texnika to'xtab ishlashi, chiroq o'chib yonib turishi yoki to'satdan muzlatgich kuyishi. Katta ehtimol bilan muammo beqaror kuchlanishdadir. Bunday hollarda ESS stabilizatorlari yordamga keladi. Ular uy yoki ofisni elektr kuchlanishining o'zgaruvchanligidan himoya qiluvchi qurilmalardir. Bu ayniqsa tarmoq beqaror bo'lgan hududlarda dolzarbdir. Bizda esa bu tez uchraydi. ESS stabilizatorlari keng diapazonda 100 dan ko'tarib 260 dan tushirib 220 voltga to'g'rilab beradi. Ular kuchlanishni avtomatik ravishda tekislab, texnikangizga kerakli miqdorda kuchlanish beradi. Natijada televizordan tortib isitish qozonigacha bo'lgan barcha elektronikaning xizmat muddatini uzaytiradi. Qulay displey yoki joriy kuchlanishni ko'rsatib turadi. Shunday qilib, siz har doim tarmoqda nima bo'layotganini bilasiz. Agar siz hali stabilizatordan foydalanmayotgan bo'lsangiz, bu xuddi sug'urtasiz yashashga o'xshaydi. ESS bu xotirjamlik va texnikaning xavfsiz ekanligiga ishonchdir. Uskunalaringizni asrang. Ular yaxshi himoyadan qimmatroq turadi.